Sizlarga yana bitta zo'r natija bilan ulashamiz. Chap quloqlari o'chog'onli bo'lgan. Ancha eshitlari past bo'lgan. Biz operatsiyada pardani tiklaganmiz va o'rta quloqda suyakchalar ham harakatsiz, kontaktsiz bo'lgan protez qo'yganmiz. Ko'rishlar mumkin, solishtiramiz ikkalasini. Mana oldingi holatlari, mana katta tishu, ham tagida temperatura tuz to'plangan va butun suyakchalar qotib yotibdi. Buni tozalaganmiz va protez qo'yib, mana bugungi holat qaranglar qanaqa idealni. Endi bu kartinka ko'rinishi sizlarga men shu audiogramma, ya'ni eshitishini qanchalik ko'tarilganini qog'oz ko'rsatib beramiz. Demak, mana ko'rishingiz mumkin, chap quloqni holati 57 desibel, ya'ni 3-daraja eshitishlari bo'lgan. Hozirgi bugungi holati mana 23-iyun, bugungi holati 20 desibel, norma ko'tarilgan. 26 dan tepasi 1-daraja hisoblanadi. Bu yerda 3-daraja bo'lgan, chunki 55 dan tepasi 3-daraja. To есть 56 3 bu hisoblanadi. 3 bo'lgan, 3 dan normaga tushgan. Bu ham zo'r natija, o'zlari ham xursandlar. Televiziyaga yig'laverdilar, ko'z yoshlarini qilib berdilar, xursandchilik ko'z yoshlari. O'zlarini ko'rsatmaymiz, ovozini eshittirmaymiz, chunki uyalyaptilar. Nima deymiz? Alhamdulillah, juda ham zo'r natija. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.